Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz 8-sinf kimyo darsligidagi 9-laboratoriya ishi. Mavzu: turli eritmalarda sulfat ioni borligini aniqlash. Biz sizlar bilan virtual tarzda ikki xil eritmalardan foydalanib sulfat ioni borligini aniqlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan jihozlar: bitta konussimon qurbi hamda bitta o'lchov stakanidan foydalanamiz. Birinchi tajribamizda natriy sulfat eritmasini tayyorlab olamiz hamda ustiga bariy xlorid eritmasidan tomizamiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz natriy sulfat hamda bariy xlorid eritmalarini hosil qilib olish. Natriy sulfat tuzidan probelkamizga solib olamiz. O'lchov stakanimizga esa bariy xlorid tuzidan solamiz. Bu yerda bariy xlorid sulfat ionlari uchun sifat reaksiyasi hisoblanadi. Bariy xlorid tuzimizdan 4 gram o'lchov stakanimizga solib olamiz va eritmalarini tayyorlab olamiz. Mana kuzatuvchilar, ikki eritmani tayyorlab oldik. Endi konussimon qulbamizdagi eritmamizga o'lchov stakanimizdagi bariy xlorid eritmamizni quyib olamiz. Mana kuzatuvchilar, bariy xlorid natriy sulfat bilan reaksiyaga kirishib, bariy sulfat oq cho'kmasini hamda natriy xlorid tuzini hosil. Ikkinchi tajribamiz uchun sulfat kislota hamda bariy xlorid eritmalaridan foydalanamiz. Buning uchun birinchi bariy xlorid eritmasini hosil qilib olamiz. To'rt gram miqdorida bariy xlorid tuzidan solamiz va suv yordamida eritmasini hosil qilib olamiz. Ikkinchi probelkamizga esa sulfat kislota eritmamizdan quyamiz. Bu yerdagi ko'rsatkichlar ham konussimon stakanimizda sulfat kislota borligini bildiryapti. Sekin-astalik bilan konussimon qulbamizga bariy xlorid eritmamizni quyib olamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bariy xlorid sulfat kislota eritmasi bilan reaksiyaga kirishib, bariy sulfat cho'kmasi hamda xlorid kislotani hosil qildi. Bugungi laboratoriya tajribamiz shuni ko'rsatadiki, sulfat ionlari uchun bariy xlorid eritmamiz sifat reaksiyasi hisoblanadi. Bugungi virtual tarzda olib boradigan laboratoriya mashg'ulotimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.